Hurmatli chorva ishqibozlari, mana navbatdagi shved sigirimizni keltiradigan kollarni boshladim. Hurmatli chorva ishqibozlari, mana shved sigirimizni sinxronizatsiyasini 10 kun oldin boshlagandik. Mana nasib bo'lsa hozir urug' tashlashni boshlaymiz. Mana bu bizda rabochiy stolimiz. Urug' tashlash jarayoni sal uyatli bo'lgani uchun tashlamadik. Pistoletimiz bilan ana shu sigirga urug' tashladik. Shved. Hozir kalendarni ham aytamiz sizlarga. Bo'yicha mana 4 ga qo'ydik. Xudo xohlasa 25-iyun kuni uzog'i oyda oxiriga kelib bitta tekshirib ketamiz bo'g'ozligini. Tug'ishi nasib bo'lsa shu yil mart oyiga. Yanagi yil 10-martdan 15-mart orasiga tug'adi. 280 kun. Xudo's xayrli bo'ladi aka. Mana bu shved zoti sigirimizni o'tgan oy 4-iyul 2026-yil sun'iy urug'lantirgandik. Hozir mana bugun 5-avgust, bir oy o'tdi. Endi buni bitta uzuy diagnostika qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana aka sigirimiz bo'g'oz. Hurmatli chorva ishqibozlari, sun'iy urug'lantirish xizmati kerak bo'lsa bemalol murojaat qilinglar. Xudo xolasa xizmatlaringizni bajarishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bo'ldi, Husan aka.